eshityapsizmi? Oyi, men yana keldim. Qarang, oyi, ko'klam kelibdi. Tinib osmon, quyosh chiqibdi. Bilasizmi, sizni har ko'klam kelganda sizni dalaga olib chiqardim. Nevaralaringiz sizga boychechaklar terib kelardi. Siz boychechaklarni yuzingizga surtib, omonlik, somonlik tilardingiz. Bugun o'zingizni qabringizdan boychechaklar o'sib chiqibdi. Yo'q, oyi, yig'layotganim yo'q. Hozir o'tib ketadi. Mana. Ertalab oyi yomg'ir yog'di. Juda ko'p yog'di. Siz bahor yomg'irini yoqtirardingiz. Undan keyin yomg'ir tinib, quyosh chiqib ketdi. Esingizdami? Siz bizga oftob haqida ertaklar aytib berardingiz. Bilasizmi? Beshikda ukamga allalar aytardingiz. Men o'sha allalaringizni eshitib, miriqib uxlab qolardim. Men ham o'sha beshikda yotganman. Men ham orom olib allalaringizni eshitganman. Nima qilay, oyi? Men alla aytishni bilmayman. Oyi? Yo'q. Alla aytmasam ham qabringizni silab qo'ysam orom olasizmi? Mana, oyi. Orom olasizmi? Esingizdami? Siz menga bolam, meni ham kitob qilib yozsangchi degandingiz. O'shanda men sizni nimangizni kitob qilaman degandim. Oyi, yo'q, men hazillashgandim. Mana o'sha kitob, oyi. Mana o'sha kitob. Bu kitobni men yozmadim. Bu kitobni siz yozdingiz, oyi. Men buni faqatgina qog'ozga ko'chirdim xolos. Bu kitob onalar haqida, siz haqingizda. Buni dunyodagi jamiki onalar o'qishini istayman, oyijon. Bilaman, hamma onalar ham yaxshi, ammo hamma onalar sizga o'xshashini istayman, oyijon. Sizga o'xshashini istayman. Oyi, men yana kelaman. Ertaga albatta yana kelaman. Oyijon, ruhingiz shod bo'lsin.